Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Bugün inşallah sabrlık turunda qarab o'tiribmiz. Sabrlık turunda oyatlar ham sabrlıkqa bog'liq hadislarni o'qib o'tiribmiz inşallah. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dürsükte sabrlarga ecirler hesapsız etip verilir diye. Allah Rabbimiz şöyle ayette: "İsta'inu bis-sabri ve's-salah. İnnallâhe ma'as-sabirin." Ey müminler, Allah Teala'ga sığınırız sabırlık, anlamaz sebepli. Dürsükte Allah Teala sabrlar bilen, yani elbette Allah Teala sabrlar yanında, onlarga yerden bileşektir. Hadislerge kelgende Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari radıyallahu anh'dan kelgan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerini aytdi: "At-tuhuru şatrul iman." Taharat şistalık bu imanın yapısıdır. Velhamdülillah tamla'ul mizan. Elhamdülillah yani Allah Teala'ga maqtovlar degan so'z mizonni to'ldirdi. Ve subhanallah velhamdülillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati vel ard. Subhanallah, Allah Teala'nın bir didida kimchiligi yo'q ham Allah Teala'ga maqtov degan, elhamdülillah degan so'zlar ko'klar ham yer orasida bo'lgan bo'shliqni to'ldirdi. As-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Namazga kelganda namaz bu nur, sadaqa esa u burhan, ya'ni dalil. Hamda g'alimlar ummata kishining bir imonga dalil ekanligini ko'rsatadi. Was-sabru diya'un, sabrlik bu balqishdir. Wal-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Qur'on senga qarshi yoki sening uchun bo'lgan dalildir. Kullu nas ya'dur fabayu nafsahu famutuha aw muliquha. Har kishi ertan o'z ishlari bilan shug'ul etadi. Jonini sotishi ana yoki ozod etadi yoki ana halok etadi. Jonini sotishi deganda ya'ni kitob bilan Alloh taolaning emrlerini o'tashi, o'z oldida turib ayda jonin halok etadi deyishi, o'zining jonin shahvatlarini, hamda nafsini, havosini yaratgan kishi to'g'risida so'z keladi. Hamda bunda at-tuhuru shatrul iman deganlikni iman so'zini endi bunda namoz deb qarorlangan, chunki endi Alloh Rabbimiz Baqara surasida aytadi: "Va ma kana Allohu liyudi'a imanakum." Ya'ni Müslümanlar endi bu xalqlar qiblanı o'zgartirish, Müslümanlar endi boshqa Baytul Maqdisga, ya'ni Yerusalimga qarab namoz o'qiydilar. Shundan so'ng Alloh taolo tarafidan amr keladi, Ka'batullahga qarab burilib bosira, hamda Ka'batullahga qarab namozlar o'qiladi. Hamda bir turkum 200'lüler munofiqlar aytdilar: "Sizning ilk o'qigan namozlaringizni yo'qotishdi" deb. Hamda Alloh taolo shu oyatni Baqara surasining 143-oyatida indirdi. Alloh Rabbimiz aytdi: "Alloh sizning iymonlaringizni, ya'ni namozlaringizni yo'qotishtirmadi, zoyaga qilmadi" dedi. Ham shu hadisda da iymon so'zida namoz bo'lura o'z oldida turgan mumkindir. Şolay endi Abu Yahya Suhayb ibn Sinan radhiyallohu anhudan keltiriladi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr." Müslüman kishining hali g'ajoyibdir. Aning har bir ishi uning uchun xayrli bo'ladi. "Va laysa zalika li ahadin illa lil mu'min." Hamdaki hal birovda Müslümandan boshqa birovnikida bunday hal kuzatilmaydi. Hamda Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam anlatib ketdi: "In asabatu sarra'u shakara fa kana khayran lahu." Agarda ona suyunish kelsa, yaxshi hal kelsa, u shukr etadi, ham ularga xayrli deb yoziladi. "Wa in asabatu darra'u sabra fa kana khayran lahu." Agarda unda zarar, ziyon kelsa, bu endi sabr etadi, ham endi Alloh taolo ona ajrini beradi. Ham endi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ikkinchi bir hadislarda yanada qo'llabli musulmonning hali g'ajoyibdir dedi. Abu Zayd Usama ibn Zayd ibn Harisdan keltirilgan hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning qizi, Alloh
elchisine etisi yanına kişi jiberdi hem etti. Dürüstlükte benim kulum ölüm üstünde yatar. Yani kichkina bolasi endi g'irriliy boshlaydi, o'limga yaqinlashganlar. Hamda u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni chaqirib jiberdi. Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam esa kishi jiberadi. O'zi bormi kishi jiberadi ham aytadi: "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Boshqa odamga salam aytadigan o'xshaydi, bizning qizimga salamni jiberasiz ham aytadiz deydi. Durustlikda Alloh taolo narsa olsa har bir ayb Alloh taoloniki deydi. Shular har bir bergan aybda Alloh taoloniki deydi. Ham unda uning boshida bo'lgan ayb butun ustida belgili bir vaqtga qadar bo'ladi. Ya'ni bu dunyo Alloh Rabbimizda aytadi, bu dunyo o'tishdir deydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu halinde anlatır jiberdi. Hamda aytadi: "Faltasbir ve tahtasib." Benim kızım diye sabır etsin, hem de Allah Teala'nın ecrine ümitlensin diye. Şundan uzakta o'tmay Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı yana da ikinci kişinin jiberdi. Kiridan so'rab endi kelsin endi benzin qardi. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı yanına ketdi. Hamda onun bilan Sa'd ibn Ubada, Muaz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit hamda boshqa sahabalar kelib bordilar. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına şu ulug'un endi o'lim holida yotgan ulug'ni ko'taralar, ularni endi o'zining tizimiga o'tirtib qo'yadi. Hamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bulqinlana boshlaydi, hamda uning ko'zlari yosh bilan to'ladi. Hamda ondan Sa'd so'raydi: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem, ma hada?" Ey Alloh elchisi sallallohu alayhi ve sellem, bu narsa deydi. Ya'ni ko'z yoshlarini ko'rib, ya'ni payg'ambarlar da yig'laymi deydi so'raydi. Hamda Peygamber sallallohu alayhi ve sellem ko'zidagi yoshlarni anlatib aytadi: "Hadihi rahmatun ja'alaha Alloh ta'ala fi qulubi ibadihi." Bu deydi Alloh taolo o'zining qullarining ko'ngillarına solayotgan marhamatdir deydi. İkinci bir rivayette aytadilar: "Fi qulubi man sha'a min ibadihi wa innama yarhamu Allohu min ibadihi ruhama." Durustlikda deydi bu ko'z yoshlari meni Alloh taolo tilagan bandasine beradigan marhamat, rahmatdir. Durustlikda deydi Alloh taolo rahmatli bular, marhamatli bular, boradek marhamatli bandalarga aylanadi. Ya'ni kim kishilarga qarata marhamatli bo'lsa, Alloh taolo uni qarata qiyomat kunida marhamatli bo'lur deydi. Şularda Enes radıyallahu anh'dan keltirilgan rivoyatda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'tib borganda ular xotinning yig'lab o'tirganin tanidi. Shu xotinga murojaat etib aytdi: "Ittaqillaha wasbiri." Sen de Alloh taoladan qo'rq hamda sabr bo'l deydi. Sen de belki qishqirib yig'lab o'tirganda ham Peygamber sallallohu alayhi ve sellem mana shunday vasiyatini aytdi. "Faqalat ilayka anni." Ham bu xotin aytdi, u endi Peygamber sallallohu alayhi ve sellem tanib bilmaganlar, ham aytdi: "Ilayka anni." Mening qarimdan ketdi, u jiberadi. "Fa innaka lam tusab bi musibati." Durustlikda senga menga erishgan foyda senga erishmadi deydi. Sen bilmaysan aningga oshig'im deydi. Ham endi qo'lga kitobda shu xotin Peygamber sallallohu alayhi ve sellemni tanimagan bo'ladi. Ham endi ana aytadilar, bu narsa ishlarni sen bu endi Alloh elchisi sallallohu alayhi ve sellem degach, bu endi Peygamber sallallohu alayhi ve sellem yanına borib, hamda ishqida birovlar ko'rmay, ham endi Alloh elchisi sallallohu alayhi ve sellem yanına kirib ham aytadi: "Ben arifka." Ey Alloh elchisi, men seni deb tanimadim deydi. Hamda Peygamber sallallohu alayhi ve sellem aytadi: "İnnema sabru 'inda sadmatil ula." Peygamber sallallohu alayhi ve sellem şu sabrlıkның asılını anlatıp aytdi. Sabrlık bu diye en birinci terör mezgillerinde gösterilgen sabrlık kına sabrlık deb ataladi. Yani qaygı yılı bilen de kişi özünün kolunda tutup kalayken naşı için sabrlık bular. Çünkü Allah Teala özünün merhameti bilen kişilerin konularına bütündür. Saldan olup ömür degine qaygı deyse de o vakitlar bu bilen jingileye. Endi eng birinchi mezgilda
demak Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizga sabırlikni ko'rsatarga qo'shgan, hamda Alloh Rabbimiz bizga ana savoblarni berir. Aisha radhiyallohu anhadan keltiriladi, u Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan shuma og'riqlarida so'raydi. Hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu shuma yumushli og'riq bitida bo'yicha minglarcha kishilar bilan turadilar. Bu vaqtlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onlarda bu diye Alloh taolo tomonidan jibarilgan azobdir deb dunyoga deydi. Hamda kimga tilasa u shunga deb borib erishir deydi. Faja'alahu Alloh taolo rahmatan lil mu'minin. Hamda o'sha shuma og'riqni Alloh taolo mu'minlarga rahmat etib jibardi. Ya'ni bir turkum kishiga u azob qilib erishadi, bir turkum kishiga u rahmat qilib erishadi. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أجر هذه النشر شما أو يرسك شجع هم يقول صابرلك بلا شهادة مشى خارج يرشكن يبر الله تعالى يكمل بالمرسال عند الله تعالى قشقان يبرنا الله شاف بيان يعني نقول يقين شانش بلان بلان الله تعالى من أجلنا من خالد صبري كرسالي أنا شهيد يعني الله يقولنا وترجع كشين صابر بيرنا شكل كلام رسول الله عليه وسلم أمته antara manusia sahabat Allah dalam berhadis kata Ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala dan mengadi Ibn Abbas berwakil merajaat Ibn Abbas Ibn Abdullah dan sahabat arasından yaş sahabatlar yang berhamida ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tuhan Mesihlah hamida mereka sözler var. Vallahi di Qur'anda dia ni sebabda ingan, ni uchun ingan, yani sababini bilmagan, ani ishdaligini bilmagan bir hayotda yo'q degan kishi bu endi ani g'ayb bilan ishora etiladi. Nashr ibn Abbas deydilar aytdi deydi. Ala urika imra'atan min ahli jannati. Men senga ko'rsataymi jannat ahllaridan bo'lgan bir xotinni deydi. Men de albatta deb bala deb javob berdi. Albatta ko'rsatmana deb hamda Ibn Abbas ko'rsatdi bir xotin bor edi. هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع. نشوشد قرأ تنده خاتم قصدي بالوقت Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Hem etti. Dürüstlükte min diye alnını jüyandı. Yani epilepsi degan şiirle şiirlegan bular. Hem de o şu şiirine yine şikayet bildirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Hem etti. Ve inni etekeşşeru diye. Hem diye alnını jüyan vakitte de gavretlerin aşılıp giderdi. فَدْعُ اللّٰهِ تَعَالَى لِي. Ey Allah elçisi benim için diye Allah Teala'ya müracaat dua kılsan dedi. Yani Allah Teala beni şifalandırsın, şu belanı bitirsin dedi. Hamide Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap etti. İn şi'ti sabarti velakin cennet. Eğer de sen dilesen deysin şu haline sabır etsen sana cennet bulaşacak dedi. وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. أجر لسان من الدعاء الله تعالى هم الله تعالى سينتر دي. هم شو خاطر دي صيدات دي من دي صبر يكرمن دي. لكن سين دي الله تعالى قال دعاء من قولتهم أشلماسن دي. هم دي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu خاطر düşün dua kıldı. Hem de bir şekilde qoltlarım aşılmadı ama indi ona şu sabır etken düşün. Indi Allah Teala cennetten nasip etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'in ecma'in.